Mardon aka 8-martga iPhone beraman degan edingiz. O'sha yaqinda tug'ilgan kunim kelyapti. Qachon berasiz iPhone? Javadingizda turmaysiz? Bo'pti, yuring. Omadingizga hisob beraman. Qanaqa omad? Yuringda ko'rsataman. Olib bermaysizmi? Xullas, men o'zimga mana shu notni olaman. Siz omadingizga iPhone yutib olasiz, tushundingizmi? Yana qanaqa omad? Menga tushuntiring. Jim turing. Dilfuza, shuning ichida iPhone 16 bor. Yursangiz sizniki. Rostami? Qani? Televizor yutyapman. Televizor qulluq bo'lsin. Qani? Bismillah. Hoppa. iPhone 16 yutib Voy, oldi. nihoyat. Rahmat. Siz nima qilasiz? Televizor yutib oldingiz? Mani iPhone'im bor. O'rniga boshqasini solaman. iPhone'ni menga olib bermoqchi deysiz. Baraka savdoning barcha filiallarida omad o'z qo'lingda aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Bu yerga kelib 3 million va undan yuqori xaridlarni amalga oshirasiz va aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Aksiya 29-31 mart kunlari bo'lib o'tadi. Omadingiz kelsa iPhone 16 yoki 50 lik smart televizor 100% lik chegirmani hattoki yuzlab sovg'alardan birini yutib olishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar viloyat muzeyidan Alisher Navoiy kinoteatriga ketaverishda o'rtada. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.